Qizlar bilan bolalar bir-biri bilan tanishishga harakat qilganda, qizlarda shunaqa tushuncha bor ekan, bir marta taklif qilsa, atkaz olsa bo'ldi, shu bilan yo'q bo'lib qolar ekan. iPhone 3 singari, xuddi yer yuzida umuman bo'lmagan, tushunasizmi? Lekin bolalarda unaqa emas. Bolalar 25 marta harakat qilib ko'radi. Ashunda ham o'xshamasa o'ziga yana 50 ta imkoniyat beradi. Xullas tugamaydi imkoniyatlar. Meni bitta oshnam xuddi shunaqa logika bilan 1-sinfdan beri bitta qizni yaxshi ko'radi. 3-sinfdan keyin hali qizni ayasini o'qib yaxshi ko'rmay qo'ygan. Xudoning bergan kuni oshnam bitta harakat qilib ko'raveradi. Lekin mana qizlarda shunaqa narsa bor ekanda miyasida, qaranglar mana hamma qiz, mana ba'zilarga kal yoqadi, ba'zilarga sachko, ba'zilarga nakachinni prisi bor bolalar, ba'zilarga oq, ba'zilarga qora. Lekin hammasi bir ovozdan pakana bolalarga toshingni ter deydi ekan. Va o'zi hali qiz 5 litrli baklashgandan jindek balandroq, lekin oshnamga yoqmayapti. O'zi 1.50 ga ham chiqmaydi bo'yi. Lekin haligi oshnam hali qizga yoqay, bo'yim o'ssin deb turib 1 yilda 1 tonna sabzi yeyapti, tushunasizlarmi? Kechqurun o'zini turnikka baylab qo'yib uxlagan odam ko'rganmisizlar? Ashuna qilyapti. Yo'q, o'sa olmayapti. Tushunasizlar? Farosat o'syapti. Narx-navolar o'syapti, dollar o'syapti. Oshnamning bo'yi bilan oyliklar umuman o'smayapti.